2026-yil Qisqichbaqa burji vakillari uchun bu shunchaki yil emas. Bu ichkarida hech kim ko'rmaydigan, ammo siz aniq his qiladigan sokin yangilanish. Sizning ichki kuchingiz va ruhiy makoningiz kengaymoqda. Qalbingiz esa nihoyat o'z ovozini eshita boshlaydi. Bu yil sizga bir narsani eslatadi. O'zgartiruvchi kuch har doim shovqin bilan kelmaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qisqichbaqa burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda Qisqichbaqa burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng buyuk ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. Qisqichbaqa burji vakillari 2026-yil sizlar uchun sokin boshlanadi. Shovqinli startlar, yorqin voqealar bo'lmaydi. Ammo ichingizda nimadir sekin-asta o'zgarayotganini aniq his qilasiz. Bu uzoq qishdan keyingi bahorga o'xshaydi. Ko'rinmas bo'lsa ham, qor ostida yangi hayot allaqachon unib chiqmoqda. Siz bilasiz, endi eshiklarni yopish, allaqachon sizniki bo'lmay qolgan narsadan voz kechish va ichki tartibni yangidan qurish payti keldi. Yilning birinchi qismidagi Mars esa sizga qat'iyat bag'ishlaydi. Nihoyat aytishga jur'at etolmagan gaplaringizni aytasiz yoki yangi hayot bobining yo'nalishini belgilab beradigan muhim qarorni qabul qilasiz. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning yanvar-mart oylari bashorati. Ichki qayta yuklanish davri. Siz yolg'izlikni, sokinlikni, o'zingiz bilan qolishni istaysiz. Bunga qarshilik ko'rsatmang. Yulduzlar sizga ataylab sekin yurishni taklif qilmoqda. Bu payt sizni haqiqatan oziqlantiradigan narsani anglash uchun zarur. Ishda o'zgarishlar, balki yangi yo'l tanlarsiz, balki mutlaqo boshqa yo'nalishga burilarsiz. Dastlab qo'rqinchli bo'lishi mumkin, ammo aynan shu burilish sizga omad zanjirini boshlab beradi. Munosabatlarda halollik, siz ochilasiz yoki ketasiz. 2026-yilda yarim hislar yashab qolmaydi. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning aprel-iyun oylari bashorati. Bu davrda Yupiter to'liq kuch bilan ishlaydi. Moliyaviy imkoniyatlar, kasbiy o'sish, o'z ustingizda ishlash uchun keng yo'llar ochiladi. Sizga juda yaxshi bo'lib ko'ringan, ammo ishonishga ikkilanib qoladigan taklif bo'lishi mumkin. Rad etmang. Bu sizning imkoniyatingizdir. Bahor, katta qarorlar uchun ajoyib vaqt. Ishni o'zgartirish, yangi loyiha boshlash, ko'chish yoki atrofni to'liq yangilash. Veneraning ta'siri bilan sevgi uyg'onadi. Yolg'izlar uchun yurakdan joy oladigan uchrashuv ehtimoli yuqoridir. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning iyul-sentyabr oylari bashorati.
Bu davrda Saturn sizning barqarorligingizni sinaydi. Oilaviy masalalar, majburiyatlar, kundalik hayotdagi stresslar bo'lishi mumkin. O'tmishga qaytishga tortilish seziladi. Shu joyda tanlov qilasiz. Eski aylanishni davom ettirasizmi yoki oldinga qadam tashlaysizmi? Sog'lik e'tiborni talab qiladi. Asabni asrang. Ko'proq uxlang, ko'proq suv iching. Hammasini o'zim hal qilaman degan fikrdan voz keching. Siz yolg'iz emassiz. Faqat yordam so'rashga odatlanmagansiz. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning oktyabr-dekabr oylari bashorati. Yilning oxiri sizni sokin, ishonchli, o'zini topgan holatda qarshi oladi. Ish natija beradi, munosabatlar mustahkamlanadi, ichki betartiblik barham topadi. Siz nihoyat himoyalanish uchun yashamay, qabul qilish uchun yashashni boshlaysiz. Yupiter yoqimli tasodiflar olib keladi. Safar, uchrashuv yoki shunchaki o'zimni uyimdagidek his qilyapman degan ichki barqarorlik. Yilning oxiri issiq, umidli va barqaror bo'ladi. 2026 bu yengillik va qayta tug'ilish yilidir. Hayotingizdan ketgan narsalar yangi va haqiqiy narsalarga o'rin bo'shatadi. Siz boshqalarni qutqarishni to'xtatasiz va nihoyat o'zingizga g'amxo'rlik qila boshlaysiz. Mana shunda hayot o'zi tartibga kela boshlaydi. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning shiori: men qobig'imga yashirinmayman. Unda o'z dunyoyimni quraman. Eng omadli davrlar: aprel, iyun, noyabr. Taqdir siz bilan ramziy til orqali gaplashadigan oylardir. Qisqichbaqa burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil ayol qisqichbaqa burji vakillari uchun ruhiy yetilish yili bo'ladi. Shovqin-suronlarsiz, keskin burilishlarsiz, ammo ichkarida bir narsa o'zgaradi. Endi o'tmish yukini ko'tarishning hojati yo'q. Asta-sekin qo'yib yuborasiz. Ranjishlar, boshqalarning siz haqingizdagi kutganlari, hammani qutqarishga odatlanganlik. Yil o'zingni angla degan sokin inner ovoz bilan boshlanadi va siz tanlaysiz. Munosabatlarda aniqlik istaysiz. Endi sizga noaniqlik emas, tinchlik kerak. Agar yoningizdagi inson bilan iliqlik bo'lsa, munosabat yanada mustahkamlanadi. Agar faqat charchoq va majburiyat bo'lsa, 2026-yil muloyim tarzda chiqish yo'lini ko'rsatadi. Yolg'izlar uchun esa chuqur, sokin, uygacha olib boradigan uchrashuv ehtimoli balanddir. Bu munosabatlar shovqin emas, uyg'unlik va ichki tanishlik hissidan boshlanadi. Ishda aniq maqsad paydo bo'ladi. O'zingizning qadriyatingizni tushunasiz va endi past bahoga rozi bo'lmaysiz. Bu yil sizga o'sish imkoniyatini beradi. Yo'nalishni o'zgartirish, daromadni oshirish yoki o'zingizni ko'rsatish uchundir. Yilning bosh mavzusi tiklanishdir. Tinchlikda dam olishga, o'zingizni asrashga, yo'q deyishga o'rganasiz. Yil oxiriga kelib ichingizda shunday bir sokinlik paydo bo'ladiki, hamma narsa nihoyat o'z joyiga tushadi. Qisqichbaqa burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil erkak qisqichbaqa burji vakillari hayotini o'z qoidalari bo'yicha yashay boshlaydigan davrga aylantiradi. Bu yilda siz shovqin qilib isyon ko'tarmaysiz, lekin ichingizdan endi eski yo'lga qaytmayman degan qat'iy qaror chiqadi. Ishda pishganlik. Siz fon emas, o'z o'rningizni egallovchi shaxs bo'lib borasiz. Kasb o'zgartirish, yangi loyiha boshlash yoki mavjud yo'nalishda yuqori pog'onaga ko'tarilish uchun ajoyib vaqt. Psixologiya, ijod, ta'lim, uy-joy, jamoa, yordam ko'rsatish bilan bog'liq sohalar katta foyda keltiradi. Moliyada barqarorlik, agar siz o'tmishdan qo'rqib yopishib olmasangiz. Sevgi sohasida 2026-yil sizni haqiqiy yaqinlikka o'rgatadi. Agar munosabat tirik bo'lsa, iliqlik va mustahkamlik oshadi.
Agar faqat odat bo'lsa, muloyim suhbat bilan yoki sokin ajralish bo'lishi mumkin. Siz nihoyat tushunasiz. Himoya qilish bu o'zingizni yopish degani emas. Kuch sevishga va sevdirishga ruxsat berishdadir. Yolg'iz erkaklar bu yilda yuzaki emas, balki chuqurlikni his qiladigan insonlarni jalb qiladi. Bu munosabatlar shov-shuvga emas, ishonch va tinchlikka asoslanadi. Yilning asosiy darsi o'zingizni inkor qilmaslikdir. Sening sezgirliging zaiflik emas, quroldir. Suv, tinch sport, uy, uyqu, tana parvarishi va vijdonsiz dam olish sizning sog'lig'ingizning poydevoridir. Yil yakuniga kelib siz o'zingizga tegishli bo'lgan barqaror va ishonchli hayotga ega bo'lasiz va uni yo'qotishni istamaysiz. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning sevgi borasidagi bashorati. 2026-yil Qisqichbaqa burji vakillariga sevgi, halollik va ruhiy kattalashish yilidir. Endi siz o'zingizni qiynaydigan munosabatni saqlab qolmaysiz. Odat, yolg'izlikdan qo'rquv yoki majburiyat uchun munosabatni davom ettirmaysiz. Bu yil sizga bir narsa deydi: qalbing tinch bo'ladigan insonni tanla. Munosabatlar qayta quriladi. Bu buzilish emas, balki tuzilishning yangilanishidir. Agar juftligingizda muhabbat bo'lsa, yaqinlik, rejalash va ishonch oshadi. Agar ichkarida ko'proq og'riq bo'lsa, sokin ammo to'g'ri ajralish bo'lishi mumkindir. Yolg'izlar chuqur ko'ra oladigan insonlarni o'ziga tortadi. Bu birinchi ko'rishda shiddat emas, bu tanib qolish hissidir. Sevgi sizni o'ynatmaydi, sizni tinchlantiradi. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning moliyaviy bashorati. 2026-yilda Qisqichbaqa burji vakillari pul haqida tashvishlanishni kamaytiradi va aynan shuning uchun moliyaviy barqarorlik oshadi. Siz nihoyat pulni stress emas, imkoniyat sifatida qabul qila boshlaysiz. Bu yil keskin sakrashlar emas, balki barqaror poydevor yaratish vaqtidir. Asosiy qoida: hissiyot bilan qaror qabul qilmang. Charchoqni xaridlar bilan bostirmang. Siz istak va ehtiyojni ajratishni o'rganasiz. Yil jamg'arma, qarzlarni yopish, ishonchli ishga o'tish yoki o'z biznesini boshlash uchun qulaydir. Qo'shimcha daromad: agar siz o'zingizni past baholashni to'xtatsangiz, aniq yo'lga qo'yiladi. Yilning xatosi: boshqalarni qutqarish uchun o'zingizni moliyaviy qurbon qilishdir. Ikkinchi chorakda ehtiyot bo'ling. Kreditlar, shubhali loyihalar, tez pul topish takliflaridan uzoq turing. Yil oxiriga borib, pul siz uchun tashvish emas, barqarorlik manbaiga aylanadi. Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning sog'lik bashorati. Bu yil tanangiz siz bilan halol gaplashadi. Yillar davomida ishda yig'ilgan his-tuyg'ular chiqib ketishini istaydi. Agar siz ularni so'z bilan aytmagan bo'lsangiz, organizm charchoq, uyqusizlik, bosim, teri, qorin yoki yurak orqali ko'rsatishi mumkin. Bu jazolash emas, balki o'zingni tingla degan ishoradir. Asosiy vazifa ruhiy salomatlikdir. Hislaringizni aytish, dam olish, tinchlikka vaqt ajratish bu yilning davosidir. Sizga yumshoqlik kerak. Yaxshi uyqu, issiq ovqat, ko'p suv, sokin joylar, vijdonsiz dam olishlar. Sport natija uchun emas, ruh uchun. Yoga, suzish, nafas mashqlari, raqs, suv bo'yicha yurish. Ayniqsa asab tizimi, oshqozon, ko'krak sohasi va gormonal muvozanatni asrang. Yil oxirida o'zingizni ancha barqaror, sog'lom va sokin his qilasiz. Tanangiz sizga qarshi kurashmaydi. Agar siz o'zingizga qarshi kurashishni to'xtatsangiz, bu yil siz o'zingizni yo'qotmaysiz. Aksincha, o'zingizni topasiz. Sizning sezgirligingiz sizning zaifligingiz emas, bu sizning qurolingizdir. Yil oxirida shunday bir sokinlik his qilasizki, nihoyat hamma narsa o'z joyiga tushganini bilasiz. Do'stlar, mana shu bilan biz Qisqichbaqa burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik.
Qisqichbaqo burchining har bir vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida, har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, shu yilda siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qirolidir. Aziz do'stlar, sizlardan bir iltimosim bor. Kommentariyda qaysi burj vakilisiz va sizni qaysi qism eng ko'p qiziqtirdi, shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.